Hop. Orada mal öte çıkarttı bu indi. Orada Bayram bunlar. hava jora hozir yo'llar galolet bo'g'aliq tufayli mol o'lchashni hozircha to'xtatib turibmiz. Ya'ni tarazini ustidan yo'tibsiz ham yerimiz 1,5 metr bo'lmasam bir qarish bor. Xudo xolasa agar yo'llar mana bu yurish darajasida borib bir yo'llar tushib ketsa, Xudo xolasa borib mol o'lchash xizmatlarini yana davom ettiramiz. Jo'ra shu kommentariyada o'zing o'qib ham ko'rgan chiqarsan. Senasi bo'yicha ko'p tushunmovchiliklar bo'lib turibdi-ku. O'zing bir shularni tushuntirib, ya natib o'tsang buyana chiq sen. Jo'ra esa o'zing tez aytaver. Masalan, Pobeda bo'lama ya boshqa yer bo'lama tushuntirib aytdi. Pobedaga borsam bir mol falon so'm. Ko'p bo'lsa falon so'mni o'lchimi, sho'ra ham bo'lsa falon so'm, 4 kilo bo'lsa falon so'm. Tamam, endi kanalimizni xudo xolasa endi nega 4 yildan boshlasak, 4 yilning sentri bo'ladigan bo'lsa, bir bosh bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa yo'lga tushib ketganidan keyin bir bosh bo'lsa 150 bilan o'lchab beramiz. Masalan, ko'p bo'lsa-na, 5 mol bo'lsa-na. 5 bosh bo'lsa 50 dan o'lchab beramiz. 4 yilda bo'lsa ham 5 bosh bir tochkada bo'lsa 50 ming so'mdan mol boshini o'lchab beramiz. 50 kala bo'lsa-na masalan. 50 kalada agar bir bosh bo'ladigan bo'lsa, jo'ra 200 ming so'm o'lchab beramiz. Agar uydan bir 6-7 bosh bo'ladigan bo'lsa, ularni ham malada o'lchasak bo'ladi jo'ra. Pobeda 6-7 bosh bo'ladigan bo'lsa, 5 Pobeda bo'lsa to'g'ri kelmaydi. Ha, Pobeda sho'ra ham bor masalan. Ha, sho'raxonlara bir bosh bo'lsa 120 ming so'm jo'ra. Agar ulardan bir 3 bosh, 4 bosh bo'lsa, 3 bosh bo'lsa jo'ra 50 ming so'mdan mol boshini o'lchab beramiz. Pobedam shunday, bir bosh bo'ladigan bo'lsa 120 ming so'mdan, 3 bosh bo'lsa 50 dan. Ne, demak shunda Havo. hozir bir xil boshgacha bo'lsa 120 ming so'm sho'raxon Pobedalar. Bu yanimiz tak Guliston, Pirko'pi taraflar bir bosh bo'lsa 120, 3 bosh bo'ladigan bo'lsa 50 ming so'mdan o'lchab beramiz mol boshini. Shunda hozir senki qayta udobniy ekanda, ko'p bo'lsa arzonlashtirasan. Havo. Endi seni ham masalan rasxotinga oshlarini hisoblab aytib tursan-ku. Havoda. Endi misol uchun hozir jo'ra bir boshga borib 50 ming so'm o'lchasak to'g'ri kelmay qoladi. Lekin yaqinda 3 bosh bo'ladigan bo'lsa, 3 boshi 150 ming so'm bilan o'lchasak ustroy etadi. Ham bular misol uchun dehqonlar uchun, ya'ni mol boquvchilar uchun ham yengillik bo'ladi jo'ra. Men ham shu normal sumo bo'lgandan keyin men to'g'ri keladi. Lekin bir boshi 50 so'm bilan bu yoqqa borib o'lchab bilamiz. Xolasalar jo'ra, xolasalar bu xo'jalikda bir bosh bo'ladigan bo'lsa, aytsinlar, misol uchun bir 3-4 qo'ng'ishimiz har qayimizda bir bosh bor, arasi bir 50 metr yo 100 metr deydigan bo'lsalar, bular ham kelishib o'lchab beramiz jo'ra. Mayli shular ham misol uchun bir araliq bir 50, 60 yo 100 metr aralıkta bo'ladigan bo'lsa, 3-4 qo'ngishi bo'lsa, bularga ham 50 ming so'm o'lchab beramiz. Imini bir tochkada bo'lmasa, alim mana bir yangilik yo bo'lmasa bir qo'shimcha bir bonuslar deydigan bo'lsa, 3 derbekdek qo'ngishlar, dumam araga geçiş darajasida emas, shularga ham 3-4 tane bo'ladigan bo'lsa, yig'in alishib chaqirsinlar. Bir bo'lmasa gaplashsinlar. Men hozir mol boqadi, chorva boqadi. Gaplashsinlar, men taraz aldirajakman, falan so'm deb turibdi. Agar 3-4 odam bo'ladigan bo'lsak, 50 ming so'mni o'lchab beradi deb turibdi. Desizlar, bularga ham oshirib o'lchab beramiz. Ham yer Pirko'pi bo'lsin, Pobeda bo'lsin, 4 yil bo'lgan bo'lsa, 5 devletdek qo'ng'ishlari bilan dumam bir 3-4 kilometr ketadigan bo'lsak, lekin uning pulini ranisa bo'ladi. Nima desa, terazini aytib bir yerdan o'rnatib, buni buzib, kilosini aniq haqiqiy to'g'ri o'lchab turish darajasini olib borgandan keyin buni yana pirsa büyüklab, yana boshqa yerga olib borib, yerdan tuzamangacha vaqtimiz ketadi, zadishga olamiz. Ana undan keyin shunga mehnat puli qo'shishimizga to'g'ri keladi. Hem hozir metanning ishlavi bor, ishlamasi bor. Havo, benzinda yurtimiz hozir, lekin xudo xolasa u metallar ham ishlab ketadigan bo'lsa, kelishib o'lchab beraveramiz. Misol uchun hozir 150 desak, 120 ni beramiz desalar ham mayli deb o'lchasak bo'ladi. Lekin shu yo'lini, mol sonini, oshning narsalarına qarab o'lchaymiz jo'ra. Xullas muomala. Havo. Muomala so'zlasalar kelishadi. Muomala bilan gaplashib, ko'nglimizni yoqib ketsalar jo'ra, mayli deb beraveramiz. Yaqinni qatirib tursalar, endi havo bir men ham qataveraman-da. Bir klientimiz bo'ldi, shundan men so'radim, aytdim, "Neda bo'ldi?" desam, "Falan yedi" dedilar. "Necha bosh?" desam, "Meni ne dergi berasan? Nishing bor? Pulini ayt bu" dedilar. Aytdim, "Brat" dedim, "Molning nedaligi, ya'ni yo'lining nechalik ekanligi, necha bosh ekanligi, shuni aytsangiz, men shunga qarab pul aytacak edim." Desam, "Meni ne dergi berasan?" dergama dedilar.
Maka aytdilar, men aytdim, shunga qarab aytaman, Pobeda dedilar. Pobeda bo'lsa necha bosh dedim? 1 bosh dedilar. 1 bosh bo'lsa 120 dedim. Unda bo'pti, yaxshi dedilar, qo'ydilar. Men aytdim, mayli, to'g'ri keladigan bahosi hech kimnikini birovni puli ko'p, birovni puli oz yoki birovni boy, birovni kambag'al deb jo'ra baho aytamiz. Bir xil stavki o'zimizning mehnatimizga qarab baho aytamiz, boshqa narsa emas. Do'stlar gaplashib, xorlashib, chaqiraverasizlar. Mollaringiz bo'lsa. Tushgandan keyin Xudo xolasa yana borib uylarini olib borib o'lchash xizmatini yo'lga qo'yamiz. Obunani bosib qo'yib, like bosib turinglar.